Davlatimiz rahbari o'tgan yili Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida Quva tumanida joylashgan Karkidon suv ombori atrofida ekoturizm majmuasi loyihasini ishlab chiqish bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Ayni kunlarda qurilish, ko'kalamzorlashtirish ishlari davom etmoqda. Mana shu hududda o'ziga yashil makonni sug'orishlarni amalga oshirish uchun 13 ta tik quduqlar qazib o'rnatilib suvlar chiqib bo'lgan. Hozirgi kunda endi bularda hovuzlar qilinyapti. Hovuz 6 membranamiz bor. O'sha 6 membranaga hovuzlardan suvlar berilib, o'sha membranada har bitta daraxt qatoriga tomchilatib sug'orish bo'yicha Turkiya texnologiyasi asosida tomchilatib sug'orishlar amalga oshirish uchun tortilyapti, tarmoqlar tortilyapti. Undan tashqari bu ham xudo xolasa ishga tushadi. Bir hafta kunda shular ham ishga tushib, adirlarni yomg'irlatib sug'orish bilan o'tlarni chiqaramiz. Suv ombori atrofida o'zlashtirilmagan adirda yangi loyihalar asosida dam olish maskanlari barpo qilish, yashil bog'lar yaratish, ekoturizmni yo'lga qo'yish bo'yicha katta imkoniyatlar mavjud. Erta bahorda Karkidon suv ombori atrofidagi 250 gektar yer o'zlashtirildi. Minglab farg'onaliklar bu yerga daraxt ko'chatlarini ekishda qatnashdilar. Oradan qisqa vaqt o'tdi. Jami bizda 57 ta kottejlarimizda qurilishlar olib borilmoqda hozirgi kunda. 4 qavatli bino qurish, sanatoriyalar qurish rejalashtirilmoqda. Hozirgi kunda obodonlashtirish ishlari, qurilish ishlari etapma-etap reja asosida ketyapti. 15 turdagi daraxt, jumladan chinor, safora, archa va boshqa daraxtlar ekildi. Ularning har biriga daraxtlarni muntazam parvarish qiladigan muayyan tashkilotlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va aniq jismoniy shaxslar biriktirilgan. Yaxshi niyatlar bilan ekilgan manzarali daraxtlarni tuman obodonlashtirish bo'limida mehnat qilayotgan xodimlar mehr berib, e'tibor bilan parvarishlamoqdalar. Biz yoshligimizdan shu Quvada katta bo'lganmiz, baytlar endi shu cho'l joylarida bunaqa manzarali narsalar yo'q edi. Hali kelajakda yana bular juda o'zgarish katta bo'ladi deb kutyapmiz. Ushbu tashabbus Karkidon suv ombori atrofida yashil zonalar va dam olish maskanlarini tashkil etish mintaqaviy darajadagi loyihadir. Bu yerda sug'orish ishlariga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Tomchilatib sug'orish tizimi tashkil etildi. 13 ta vertikal quduq qazilgan. Mavjud 250 gektarning barchasi zamonaviy usulda sug'oriladi. Hozir biz turgan hudud Karkidon suv omboridan 1200 metr balandlikda joylashgan. Bu yerdan olib chiqilgan suv esa bitta quduqdan 15 gektar maydonga ekilgan daraxtlarni to'liq suv bilan ta'minlash imkoniyati bor. Bu yerda yo'llar, restoranlar, gulbog' barpo etiladi. Bundan tashqari ko'p qavatli mehmonxona, suv ombori bo'ylab shinam kottejlar qurilishi olib borilyapti. Bahavo hudud mahalliy aholi va sayyohlarga zamonaviy turistik xizmatlar ko'rsatadigan go'zal va betakror dam olish maskaniga aylanadi.